بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'aladan yordam so'ragan holatda Alloh taoloni eng go'zal ism-sifatlari bilan tanishlik darsimizni davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizni avvalambor o'zimizga va yana boshqa barcha musulmonlarga foydali va manfaatli va insonlarning hidoyatiga sababchi qilsin. Allohumma amin. Va Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizni barakali va davomiyli qilsin. Va Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizga va o'rgangan ilmlarimizga mukammal holatda amal qilishimizni Alloh taolo barchamizga nasib etsin. Allohumma amin. Biz o'tgan darsimizda Alloh subhanahu va taoloni eng go'zal ism-sifatlaridan Ar-Rahman ismini Alloh taolo qodir qilgancha o'tgan edik. Va bugungi darsimizda Alloh subhanahu va taoloni eng go'zal ism-sifatlaridan Ar-Rahim ismini Alloh taolo qodir qilgancha o'tamiz. Alloh subhanahu va taoloni mana bu Ar-Rahim ismining lug'aviy ma'nosi mehribon, rahimlidir. Va shar'iy ma'nosi esa Alloh subhanahu va taolo o'zini Ar-Rahim ismi sifati bilan faqatgina mu'minlarga xos bo'lgan rahmatini mu'minlarga nasib etadi. Ahli sunna val jamoa olimlari aytishadiki, Alloh subhanahu va taoloni bandalariga bo'lgan rahmati ikki turli bo'ladi deb aytishadi. Birinchisi, Alloh subhanahu va taolo o'zini Ar-Rahman ismi sifati bilan barcha mahluqotlariga, barcha bandalariga o'zini rahmatini nasib etadi. Alloh subhanahu va taolo barcha mahluqotlarni, ya'ni barcha bandalarni ularni yaratishlik bilan, ularni tarbiya qilishlik bilan, ularga rizq berishlik bilan va ularga ne'matlari bilan yordam berishlik bilan va kasalliklariga shifo berishlik bilan va ularning xizmati uchun, ularning ehtiyoji uchun mevali va boshqa o'simliklarni, mevali daraxtlarni va yana boshqa o'simliklarni va yana hayvonlarni insonlarning xizmat, ya'ni insonlar uchun bo'ysundirib qo'yishlik bilan Alloh subhanahu va taolo butun bandalariga rahmatini nasib etadi. Va Alloh subhanahu va taolo o'zini bandalariga taom berishlik bilan, ichimlik suv berishlik bilan, uy-joy, maskan, kiyim-kechak va uyqu ne'matini va yana boshqa biz bilmagan va yana boshqa biz sanog'iga yeta olmaydigan ne'matlari bilan Alloh subhanahu va taolo barcha bandalariga va barcha mahluqotlarga Alloh subhanahu va taolo o'zini rahmatini nasib etadi. Alloh subhanahu va taolo mana shu Ar-Rahman ismi sifati bilan Alloh taolo bandalarini tarbiya qiladi. Bandalariga rizq beradi. Ne'matlari bilan ularga yordam beradi va kasalliklariga shifo beradi. Va Alloh subhanahu va taolo bandalarini xizmati uchun hayvonlarni bo'ysundirib qo'yishlik bilan Alloh subhanahu va taolo bandalariga o'zini rahmatini nasib etadi. Alloh subhanahu va taolo nafaqat hayvonlarni, balki mevali daraxtlarni ham va boshqa o'simliklarni ham insonlar uchun bo'ysundirib qo'ygan.
Alloh subhanahu va taolo mevali daraxtlarni insonlarning xizmati uchun, ya'ni insonlar uchun bo'ysundirib qo'ygan. Mevali daraxtlar o'zlarini mevalarini mana shu insonlar uchun yetishtiradi. Va boshqa o'simliklar ham o'zini mevalarini insonlar uchun yetishtiradi. Va Alloh subhanahu va taolo hayvonlarni ham insonlarning xizmatiga bo'ysundirib qo'ygan. Oddiy misol otni oladigan bo'lsak, qanchalik quvvatli bir hayvon. Yoki filni oladigan bo'lsak, filni ham insonlarning xizmati uchun Alloh subhanahu va taolo bo'ysundirib qo'ygan. Va mana bu Alloh subhanahu va taoloning rahmatidir. Va inson kasal bo'lganida Alloh subhanahu va taolo mana shu Ar-Rahman ismi sifati bilan u kasal bo'lgan bandasiga shifo beradi. Aslida insonni badani sog'lom bo'lishligi bu juda katta ne'matdir. Juda katta Alloh subhanahu va taoloning rahmatidir. Oddiy misol, bir inson saraton kasalligi bilan kasal bo'lganda juda katta qiyinchiliklarga duchor bo'ladi. U saraton kasalligiga duchor bo'lgan inson, ya'ni saraton kasalligi bilan kasal bo'lgan insonni ichidagi narsalarda o'sha ichidagi qornidagi ichaklarda olib tashlanadi. Va bu saraton kasalligi bilan kasal bo'lgan inson hojatxonada hojatini xotirjam ado eta olmaydi. Va bu insonga qorniga bitta narsani qo'yib qo'yishadi, ichidagi axlati o'sha narsaga, o'sha xaltachaga tushib turadi. Va mana bu inson Alloh subhanahu va taolo aslida juda katta ne'matini nasib etganligiga guvoh bo'ladi. Bizdagi sog'lomlik, ya'ni badanimizdagi sog'lomlik yo'qolganida ana o'shanda biz Alloh subhanahu va taoloning rahmatini qadriga yetamiz. Alloh subhanahu va taoloning ne'matiga qadriga yetamiz. Insonda vujudi, ya'ni a'zosi sog'lom bo'lishligi bu juda katta ne'mat va juda katta rahmatdir. Alloh subhanahu va taolo mana shu Ar-Rahman ismi sifati bilan o'zini bandalariga taomlar va ichimlik suvlar beradi. Inson o'zini kuch-quvvati bilan taomlarni va ichimlik suvlarni hosil qila olmaydi. Bu taomlar va ichimlik suvlar va shunga o'xshagan rizqlar bu Alloh subhanahu va taoloning tarafidan keladi insonlar uchun. Va Alloh subhanahu va taolo bandalariga uy-joy maskanlar beradi, kiyim-kechaklar beradi. Kiyim-kechak ham bu Alloh subhanahu va taoloning rahmatidir. Oddiy misol, Afrikadagi ba'zi davlatlarda insonlar hali kiyim-kechakni ko'rmagan. Daraxtni barglaridan o'zini a'zolarini to'sib beradi. Va uyqu ne'mati ham, ya'ni agarda bu me'yorida bo'lsa, me'yoridan o'tib ketmasa, o'zini chegarasidan o'tib ketmasa, bu ham Alloh subhanahu va taoloning rahmatidir. Agarda me'yoridan chegarasidan o'tib ketadigan bo'lsa, bu Alloh subhanahu va taoloning rahmati emas, balki g'aflat bu. Insonni g'aflatda bo'lishligidir. Va inson uxlab turgan holatida harakatlanib turishligi ham Alloh subhanahu va taoloning rahmati bu. Agar bitta joyda qivinlamasdan uxlasa, a'zosi zarar ko'radi. A'zosiga qon aylanmaganligidan o'zini vujudiga, a'zosiga zarar yetadi. Alloh subhanahu va taoloning rahmatini sanog'i yo'qdir, ya'ni sanog'i yo'qdir. Va mana shu Alloh subhanahu va taoloning Ar-Rahman ismi sifati bilan Alloh subhanahu va taolo bandalariga nasib etadigan rahmati bu umumiydir. Kofir bo'lsin, mu'min bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo mana shu Ar-Rahman ismi sifati bilan barcha bandalariga va barcha maxluqotlarga o'zining rahmatini nasib etadi. Endi Alloh subhanahu va taoloning bandalariga bo'lgan rahmatining ikkinchi turi bu Alloh subhanahu va taolo o'zini Ar-Rahim ismi sifati bilan
faqatgina mu'minlarga xos bo'lgan rahmatini mu'minlarga nasib etadi. Va mana bu mu'minlarga xos bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning rahmatidan kofir va mushrik bo'lgan kimsalar, ya'ni yahudiylar, nasroniylar va Alloh subhanahu va taologa shirk qilgan buddistlar va shunga o'xshagan kofir va mushrik kimsalar Alloh subhanahu va taoloni mana bu mu'minlarga xos bo'lgan rahmatidan mahrumdir. Alloh subhanahu va taolo bu kofir va mushrik bo'lgan insonlarga faqatgina bu dunyoda marhamat qiladi, o'zining rahmatini nasib etadi. Lekin oxiratda bularga alamli azob bo'ladi, ya'ni bular uchun alamli azob bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo xos rahmatini mu'minlarga mana bu dunyoda ham va oxiratda ham nasib etadi. Alloh subhanahu va taolo mu'min bandalariga hidoyatni nasib etishlik bilan va to'g'ri yo'lni nasib etishlik bilan Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga rahmatini nasib etadi. Va mu'minlar agarda Alloh subhanahu va taoloning rizosini istab qilgan solih amallari uchun Alloh subhanahu va taolo savob beradi. Va Alloh subhanahu va taolo mu'min bandalaridan barcha yomonliklarni ketkazadi. Ya'ni mu'min bandalarni barcha yomonliklardan himoya qiladi. Va Alloh subhanahu va taolo mana shu Ar-Rohim ismi sifati bilan mu'min bandalariga, kofirlarga qarshi yordam beradi. Va bu mu'min bandalarga pokiza hayotni nasib etadi. Va Alloh subhanahu va taolo mana shu Ar-Rohim ismi sifati bilan mu'minlarga bergan rizqlarida Alloh subhanahu va taoloning rizqida ular uchun baraka berib qo'yadi. Ya'ni mu'minda hayotiga Alloh subhanahu va taolo baraka berib qo'yadi. Mana shu Ar-Rohim ismi sifati bilan. Agarda mu'min bandalariga musibat yetsa, Alloh subhanahu va taolo u bandalariga go'zal sabr qilishlikni nasib etadi. Va u bandalarini gunohlarini mag'firat qiladi. Va ularga yetgan musibat bilan ularni gunohlarini kaforat qiladi. Ya'ni musibatlar agarda mana shu musibatlarda Alloh subhanahu va taoloni rozi qiladigan holatda sabr qilinadigan bo'lsa, va mana shu musibatlar mu'min bandalarni gunohlariga kaforat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo oxiratda qiyomat kunida mana bu mu'min bandalarni gunohlarini afv qiladi, gunohlarini mag'firat qiladi. Va ularga o'zini rizosini nasib etadi. Jannatiga kirgizadi mu'min bandalarni va jahannamning azobidan saqlaydi Alloh subhanahu va taolo. Va Alloh subhanahu va taoloning mana bu mu'minlarga xos bo'lgan rahmatidan kofir va mushrik bo'lgan kimsalar mahrumdir. Alloh subhanahu va taolo mana bu xos rahmatini faqatgina mu'minlarga nasib etadi. Alloh subhanahu va taolo Ahzob surasi 43-oyatda aytadiki: Astag'firullah va kana bil mu'minina rahima. Alloh taolo faqatgina mu'minlarga marhamatlidir. Mu'minlarga rahim qiluvchidir. Ibn Usaymin rahimahulloh aytadilarki, Alloh subhanahu va taoloning mu'min bandalari barcha holatlarda, ya'ni dunyoviy holatlar bo'lsin, diniy holatlar bo'lsin, barcha holatlarda kofirlardan eng yaxshi holatda bo'ladi. Xoh bu dunyoviy ishlarda bo'lsin yoki diniy holatlarda bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Nahl surasi 97-oyatda aytadiki: Astagfirullah. Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Mu'min erkaklardan va mu'mina ayollardan kimda-kim mu'min holatda solih amal qilsa, bas albatta biz unga
pokiza hayotni nasib etamiz deb Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda mo'min bandalariga pokiza hayotni nasib etishligini va'da qilyapti. Va Ibn Usaymin rahimahulloh mana shu oyatni tafsirida aytadilarki, kofir bo'lgan kimsalar Alloh subhanahu va taolo mo'minlarga va'da qilgan pokiza hayotdan mahrumdir va ularni yashash hayoti hayvonlarning yashash hayotiga o'xshaydi deb aytadilar. Haqiqatdan kofir bo'lgan va mushrik bo'lgan kimsalarning yashash hayoti cho'chqalarning yashash hayotiga o'xshaydi. Oddiy misol yahudiylarni yoki nasroniylarni yoki mana buddistlarni Hindistonda bo'lsin yoki Xitoyda bo'lsin, mana shu mushriklarni va kofirlarning hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, haqiqiy cho'chqalarni yashash hayotiga o'xshaydi. It yotish, murza turish. Lekin Alloh subhanahu va taolo mo'min bandalariga, agarda u mo'min bandalar solih amallarni, Alloh va Rasuli buyurgan solih amallarni faqatgina Alloh rizosi uchun qilsa, Alloh subhanahu va taolo mana bu mo'min bandalariga pokiza hayotni bu dunyoda ham va oxiratda ham nasib etadi. Ibn Usaymin rahimahulloh aytadilarki, agarda mo'min kishiga bir musibat, bir zarar yetsa, agarda mo'min kishi Alloh subhanahu va taoloni rozi qiladigan holatda, go'zal holatda sabr qilsa, Alloh subhanahu va taolo mana bu bandasiga ajr va mukofotlarni oxiratda nasib etadi. Mana bu dunyoda unga yetgan qiyinchiliklarni u bandasidan ko'taradi. Keyinchi u bandasini zulmatlardan iborat bo'lgan qiyinchiliklardan, ya'ni zulmatlardan iborat bo'lgan qiyinchiliklardan keyinchilikka, nurdan iborat bo'lgan keyinchilikka Alloh subhanahu va taolo o'zini mo'min bandalarini chiqaradi. Va agarda mo'min bandaga xursandchilik yetsa va Alloh subhanahu va taologa shukr keltirsa, Alloh subhanahu va taologa hamd aytsa, va mana bu holatda ham mo'min kishi yaxshilikda bo'ladi deb aytadilar Ibn Usaymin rahimahulloh. Haqiqatdan mana bu ikkita holatda mo'min kishi kofirdan yaxshiroq bir holatda bo'ladi. Qalbi xotirjam bo'ladi. Va Alloh subhanahu va taolo mo'min bandalariga dunyoviy narsalarda ham, dunyoviy ishlarda ham, dunyoviy sohalarda ham pokiza bir ilmlarni nasib etadi. Musulmonlarga manfaatli bo'lgan ilmlarni nasib etadi. Oldingi vaqtlarda musulmonlar juda taraqqiyotda rivojlangan bo'lgan. Ilmda dunyoviy ilm bo'lsin va diniy ilm bo'lsin, mana shu ikkita sohada ham oldingi vaqtda musulmonlarga teng keladigan insonlar bo'lmagan. Hattoki mana bu g'arb davlatlaridagi misol NASA bo'lsin, kosmosga chiqqan NASA bo'lsin, misol Elon Musk bo'lsin, bular o'sha musulmonlar, oldingi musulmonlar qoldirib ketgan dunyoviy ilmlarni o'rganib chiqib, mana shu musulmonlardan qolgan dunyoviy ilm bilan kosmosga, samoga chiqdi ular. O'zlarini dunyoviy sohalarda musulmonlardan qolgan dunyoviy ilmlardan foydalanib o'zlarini rivojlantirdi. Hattoki mana hammamizni telefonimizda kamera bor, to'g'rimi? Va mana shu kamerani asosini ham musulmonlar ixtiro qilgan. Hattoki robotlarni asosini musulmon olimlar ixtiro qilgan. Mana shu asosiy ilmdan, musulmonlar qoldirib ketgan asosiy ilmdan hozirgi g'arb davlatidagi kofirlar foydalanib, ular dunyoviy sohada rivojlanib ketdi. Oldingi vaqtda Alloh subhanahu va taolo mo'min bandalariga dunyoviy sohada bo'lsin
va diniy sohada bo'lsin pokiza hayotni nasib etgan. Hozirgi vaqtda musulmonlar Alloh subhanahu va taoloning dinidan yuz o'girganligi uchun, diniga amal qilmaganligi uchun dunyoviy sohada ortda qolib ketdilar. Hozirgi vaqtda haqiqatan biz musulmonlar dinimizga amal qilmaganligimiz uchun, dinimizni o'rganmaganligimiz uchun rivojlanishda kofirlardan, g'arb davlatlaridan ortda qolib ketdik. Va bu juda achinarli holat. Qalbdagi xotirjamlik pokiza hayot bilan bo'ladi. Va mana shu pokiza hayotni Alloh subhanahu va taolo faqatgina mu'min bandalariga nasib etadi va ularning qalblari xotirjam bo'ladi. Lekin kofir va mushrik bo'lgan kimsalarda hayotida xotirjamlikni topmaysiz. Ularning hayotida xotirjamlik yo'q ularning. Agar kofir va mushrik bo'lgan kimsalarga bir qiyinchilik yetsa, ular bu qiyinchilikni hal qila olmasdan, bu qiyinchilikni hal qilishlikning yechimi o'zimni o'zim o'ldirishlik deb o'zini o'zi o'ldiradi. Lekin mu'min kishi bu qiyinchilikni, musibatni Alloh subhanahu va taolo tomonidan imtihon deb bilib, go'zal holatda sabr qilsa, Alloh subhanahu va taolo yordam beradi va oxiratda jannatda go'zal bir martabalarni Alloh subhanahu va taolo nasib etadi. Qalbdagi xotirjamlik Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishlik bilan va Alloh subhanahu va taolo buyurgan ilmlarni o'rganishlik bilan, Alloh va Rasuli buyurgan ibodatlarni ado etishlik bilan bo'ladi. Qalbdagi xotirjamlik. Mana Turkiyada mashhur bir kino o'yinchisi aytadiki, men juda qimmat uylarda yashadim deb aytadi. Va juda qimmat mashinalarda yurdim deydi. Lekin halovatni qalbimda bir xotirjamlikda mana bu boylikda, qimmat uylarda va qimmat mashinalarda ko'rmadim deydi. Qachonki men masjidga kirib 2 rakat namoz o'qib Alloh subhanahu va taoloni zikr qilganimda qalbimda xotirjamlik paydo bo'ldi. Qalbimda huzur, halovat paydo bo'ldi. Lekin men bu xotirjamlikni va bu huzur, halovatni boylikda va qimmat uylarda va qimmat mashinalarda topmadim deb aytadi. Oddiy misol, Turkiya qanaqangi bir chiroyli joylar bor Turkiyada, dengiz bo'ylari bor, villalar bor. Lekin mana bu o'yinchi qalbdagi halovat, qalbdagi xotirjamlik bu Alloh subhanahu va taolo buyurgan ibodatlarni ado etishlik bilan hosil bo'lishligini aytadi. Haqiqatda agar biz solih amal qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizga mana bu dunyoda ham va oxiratda ham xos bo'lgan rahmatini nasib etadi va pokiza hayotni bizga ato etadi. Va Alloh subhanahu va taoloning mu'minlarga xos bo'lgan rahmatidan Alloh subhanahu va taoloning arshini ko'tarib turuvchi malaikalar mu'minlarning haqqiga duo qiladi. Mu'minlarning haqqiga istig'for aytadi. Alloh subhanahu va taolo G'ofir surasi 7-oyatda aytadiki, Astagfirullah. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Va Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda aytadiki, arshni ko'tarib turadigan va arshning atrofida bo'lgan farishtalar Robbilariga hamd aytishlik bilan unga tasbih aytadilar va Robbilariga iymon keltiradilar va iymon keltirgan kishilarning haqlariga istig'for aytadilar. Ular aytadiki, ey Robbimiz, sen
barcha narsani rahmating bilan va ilming bilan qamrab olgansan va sen tavba qilgan kishilarni va sening yo'lingga ergashgan kishilarni mag'firat qilgin va ularni jahannam azobidan saqlagin deb mana bu malaikalar Alloh subhanahu va taoloni arshini ko'tarib turadigan va Alloh subhanahu va taoloni arshini atrofida bo'lgan farishtalar mo'minlarning haqqiga mana shunday duo qilishadi. Ularning haqlariga istig'for aytishadi. Bu Alloh subhanahu va taoloni mo'minlarga xos bo'lgan rahmatidandir bu. Lekin mana bu farishtalar kofir va mushrik bo'lgan insonlarning haqqiga duo qilmaydi. Balki malaikalar kofir va mushrik bo'lgan, zolim bo'lgan insonlarga la'nat aytadi. Ularni badduo qiladi. Lekin malaikalar mo'minlarning haqqiga duo qiladi. Ularning haqqiga istig'for aytadi. Bu Alloh subhanahu va taoloni xos mo'minlarga xos bo'lgan rahmatidir. Va mana bu Alloh subhanahu va taoloni arshini ko'tarib turuvchi va Alloh subhanahu va taoloni arshini atrofidagi farishtalarni mo'minlarga istig'for aytishligi, ularning haqqiga duo qilishligining sharti mo'min bo'lishlik. Va Alloh subhanahu va taolo farz qilgan tavhid aqida ilmini o'rganishlik va gunohlardan tavba qilishlik va eng asosiysi Alloh subhanahu va taoloni yo'liga ergashishlik. Va mana shu shartlar agar bo'lsa, bir mo'minda mana shu shartlar bo'lsa, mana shu malaikalar u mo'min bandalarning haqqiga duo qiladi. Ularning haqqiga istig'for aytadi. Endi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hadisni Imom Abu Dawud rahimahulloh rivoyat qilgan. Mana bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taoloni arshini ko'tarib turuvchi malaikalarni xabar berib aytishadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu hadisda aytadilarki, menga Alloh subhanahu va taoloni arshini ko'tarib turuvchi malaikalar haqida gapirishlik, ular haqida xabar berishlikka ruxsat berildi deb aytadilar. Albatta, mana bu Alloh subhanahu va taoloni arshini ko'tarib turuvchi farishtalarni quloqlaridagi yumshoq joyi bilan yelkalarigacha bo'lgan mana shu quloq bilan va yelkasini orasidagi masofa 700 yillik yurish masofasidir deb mana shu Alloh subhanahu va taoloni arshini ko'tarib turuvchi farishtalarni sifatlab ular haqida xabar beryaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Subhanalloh, ozgina tafakkur qilib ko'ring. Bu farishtalarni misol uchun quloqda yumshoq joy bo'ladi. Quloqning yumshoq joyi bo'ladi. Mana shu quloqning yumshoq joyi bilan va yelkagacha bo'lgan masofa bu 700 yillik bir masofadir, ya'ni yurish masofasidir. Bu Alloh a'lam bu masofani yurish masofasimi yoki yorug'lik tezligi masofasimi buni faqat Alloh subhanahu va taolo biladi. Allohu a'lam. Lekin samoda, osmonda u yerda yorug'lik tezligi bilan o'lchanadi. Hozirgi astronomiya ilmida, hozirgi samo ilmida, lekin bu masofani qanday ekanligini faqat Alloh subhanahu va taolo biladi. Subhanalloh, mana bu farishtalarning buyukligini qarang, tafakkur qilib ko'ring, lekin Alloh subhanahu va taolo mana bu farishtalardan da buyuk bo'lgan zotdir. Va mana shu Alloh subhanahu va taoloning arshini ko'tarib turuvchi farishtalar, buyuk bo'lgan farishtalar mo'minlarning haqqiga duo qiladi. Ularning haqqiga istig'for aytadi. Bu Alloh subhanahu va taoloning xos mo'minlarga bo'lgan rahmatidir. Bu aslida mo'minlar uchun juda katta bir xush xabar.
Bu hadisni hadis ulamolari sahih deb aytishgan, muhaddis olimlar sahih deb aytishgan va Alloh subhanahu va taoloni mo'minlarga xos bo'lgan rahmati bu juda katta ne'matdir. Va mana bu Alloh subhanahu va taoloni arshini ko'tarib turuvchi va Alloh subhanahu va taoloni arshini atrofidagi farishtalar mo'minlarning haqqiga duo qilishligi, ularning haqqiga istig'for aytishligi bu mo'minlarga bo'lgan juda katta ne'matdir bu. Mo'min kishi mana bu Alloh subhanahu va taoloni xos mo'minlarga bo'lgan rahmatini qiymatini bilishligi kerak, qadriga yetishligi kerak. Va inson Robbisi tarafidan bo'ladigan tarbiyaga juda qattiq muhtojdir. Xuddiki bir yosh bola ota-onasi tarafidan bo'ladigan yaxshi tarbiyaga qanchalik muhtoj bo'lsa, xuddi shunday inson Robbisi tarafidan bo'ladigan tarbiyaga juda qattiq muhtojdir. Biz Alloh subhanahu va taolo qodir qilgancha Alloh subhanahu va taoloni har bir eng go'zal ism sifatlaridan olinadigan tarbiyaviy foydalarni Alloh taolo qodir qilgancha aytib o'tamiz va Alloh subhanahu va taoloni Ar-Rahman va Ar-Rahim eng go'zal ism sifatidan olinadigan tarbiyaviy foydani birinchisi Alloh subhanahu va taologa Ar-Rahman va Ar-Rahim ism sifatini isbotlashdik, ya'ni bunga iqror bo'lishdik. Chunki Makka mushriklari Alloh subhanahu va taoloni Ar-Rahman ismini ular bilib turib inkor qilgan. Va ulamolar aytishadiki, Alloh subhanahu va taoloni ism sifatlarini inkor qilishlik mo'min kishiga joiz bo'lmaydi deb aytishadi. Balki mo'min kishi Alloh subhanahu va taoloni Qur'on va sunnatda kelgan eng go'zal ism sifatlarini tasdiqlashligi kerak. Alloh subhanahu va taologa isbot qilishligi kerak. Va Ahlus sunna val jamoa olimlari aytishadiki, Alloh subhanahu va taoloni eng go'zal ism sifatlarini inkor qilishlik yoki ba'zilarini isbot qilib, ba'zilarini inkor qilishlik yoki ma'nolarini buzishlik bu Alloh subhanahu va taoloni eng go'zal ism sifatlarini inkor qilishlikdir deb aytishadi. Ya'ni mo'min kishi Alloh subhanahu va taoloni Qur'on va sunnatda kelgan barcha eng go'zal ism sifatlarini ma'nosini kayfiyatiga kirishmagan holatda isbot qilishligi kerak, tasdiqlashligi kerak, iymon keltirishligi kerak. Aks holda agarda Alloh subhanahu va taoloni Qur'on va sunnatda kelgan eng go'zal ism sifatlarini isbot qilmasa, tasdiqlamasa, iymon keltirmasa, Makka mushriklarini holatiga tushib qoladi. Chunki Makka mushriklari Alloh subhanahu va taoloni Ar-Rahman ismini ular bu ismni Alloh subhanahu va taoloni mana bu ismini bilib turib ular inkor qilgan. Buni avvalgi darslarimizda batafsil aytgan edik. Ya'ni kimda kim Alloh subhanahu va taoloning eng go'zal ism sifatlaridan birini ma'nolarini buzsa yoki uni inkor qilsa, Makka mushriklarining holatiga tushib qoladi. Mana bu holatdan saqlanishligi kerak. Har bir mo'min kishi Alloh subhanahu va taoloni Qur'on va sunnatda kelgan eng go'zal ism sifatlarini tasdiqlashligi kerak, iymon keltirishligi kerak. Va Alloh subhanahu va taoloni mana shu Ar-Rahman va Ar-Rahim ism sifatidan olinadigan tarbiyaviy foydani ikkinchisi, Alloh subhanahu va taoloning rahmati barcha narsada ko'rinadi. Siz ko'zingizni ochgan narsada Alloh subhanahu va taoloning rahmati bordir. Ko'zingizga tushgan narsada Alloh subhanahu va taoloning rahmati bordir. Har bir narsaga qaraganingizda tadabbur va tafakkur qilgan holatda har bir narsaga qaraganingizda Alloh subhanahu va taoloning rahmatiga guvoh bo'lasiz. Va tarbiyaviy foydani uchinchisi
Alloh subhanahu va taoloning rahmati juda keng ekanligi. Alloh subhanahu va taolo A'rof surasi 156-oyatda aytadiki, astag'firullah, va rahmati vasi'at kulli shay. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda aytadiki, mening rahmatim barcha narsani qamrab olgandir. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning rahmati barcha narsadan kengdir. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda aytadilarki, agarda mo'min banda Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi azobni, Alloh subhanahu va taoloning shiddatli azobini bilganda edi, jannatini unutib qo'yardi, jannatini xohlamay qolgan bo'lardi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning shiddatli azobini ko'rgandan keyin, mana bu narsadan ta'sirlangandan keyin jannatni unutib qo'yib istamay qoladi deb aytadilar. Va hadisda davomida aytadilarki, agarda kofir kishi Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi rahmatni bilganda edi, Alloh subhanahu va taoloning jannatiga kirishlikdan umidini uzmagan bo'lar edi deb aytadilar. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning rahmati juda keng ekanligini mana bu hadis ko'rsatadi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati juda keng ekanligiga mana bu hadis dalil bo'ladi. Ushbu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taoloning rahmati juda keng ekanligini xabar berdilar. Va tarbiyaviy foydani 4-si Alloh subhanahu va taoloning rahmati g'azabiga g'olib kelganligidir. Sahih hadisda keladiki, Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadisda keladiki, Alloh subhanahu va taolo arshiga albatta mening rahmatim g'azabimga g'olib keldi deb yozib qo'ygan. Va boshqa bir rivoyatda keladiki, albatta mening rahmatim g'azabimdan o'sib ketgan deb Alloh subhanahu va taolo mana shunday arshiga yozib qo'ygan. Alloh subhanahu va taolo agarda mo'min bandasi bir gunoh qilsa, bir gunoh ish qilsa, Alloh subhanahu va taolo darhol azoblamaydi, alamli azob bermaydi, balki tavba qilishligiga o'zining rahmatidan nasib etadi. Mana shu rahmati g'azabiga g'olib kelganligidan Alloh subhanahu va taolo bandasiga tavba qilishlikka, Alloh subhanahu va taologa qaytishlikka fursat beradi. Va tarbiyaviy foydani 5-si Alloh subhanahu va taoloning 100 ta rahmati borligi. Sahih hadisda keladiki, bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu hadisda aytganlarki, albatta Alloh taoloning 100 ta rahmati bordir deb aytgan. Va Alloh subhanahu va taolo u 100 ta rahmatidan faqat bittasini yer yuziga jin va insonlar va hasharot va hayvonlarga nozil qildi deb aytganlar. Va hadisning davomida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, Alloh subhanahu va taolo qolgan 99 ta rahmatini qiyomat kuniga u 99 ta rahmati bilan mo'min bandalariga marhamat qilishlik uchun olib qo'ydi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu hadisda Alloh subhanahu va taoloning 100 ta rahmati bor ekanligini va Alloh subhanahu va taolo yer yuziga faqat mana shu 100 ta rahmatidan bittasini nozil qilganligini va qolgan 99 ta rahmatini qiyomat kuniga u 99 ta rahmati bilan mo'min bandalariga o'zining rahmatini nasib etishligi uchun olib qo'yganligini mana bu hadisda xabar beradilar. Agarda yaxshilab tadabbur va tafakkur qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning faqatgina bitta rahmati yer yuziga nozil bo'lgan, ya'ni yer yuziga tushgan. Va mana shu Alloh subhanahu va taoloning bitta rahmatidan mo'jizaviy bir holatlar sodir bo'ladi. Ota-onalar o'zlarini, ya'ni bolalari uchun o'zlarini fido qiladi. Misol uchun bir ona, homilador ona bolasini tug'ib turgan vaqtda
Shunday holatlar bo'ladiki, yo onani qutqarib qolishlik kerak, yoki bolani qutqarib qolishlik kerak. Yoki onani saqlab qolishlik kerak, yoki bolani saqlab qolishlik kerak. Shunda doktorlar u ayolga aytadiki, yo seni saqlab qolishimiz kerak, yoki bolangni saqlab qolishimiz kerak deb aytishadi doktorlar. Va shunda marhamatli ona aytadiki, yo'q, meni saqlab qolmanglar, balkim bolamni saqlab qolinglar deb o'zini fido qiladi. Shunga o'xshagan mo'jizaviy bir holatlarga guvoh bo'lamiz. Va ba'zi ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi videolarga ham hammamiz guvoh bo'lganmiz. Bir kekni bolasi suv, ya'ni bir ko'ldan o'tib turganda timsoh tashlanadi. Mana shu holatni kekni onasi ko'rganda o'zini timsohni oldiga tashlaydi. Ya'ni bolasi sog' qolishligi uchun o'zini timsohga yem qiladi. Va mana shu Alloh subhanahu va taoloni faqatgina yer yuziga tushirgan bitta rahmatidan mana shunga o'xshagan mo'jizaviy bir holatlar sodir bo'ladi. Lekin oxiratda agar mo'min holatda vafot etsak, mo'min holatda Alloh subhanahu va taoloni rizosiga erishgan holatda vafot etsak, oxiratda qanaqangi bir mo'jizaviy bir holatlar bo'ladi? Bunga aql bovar qilib bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo qolgan 99 ta rahmatini qiyomat kuniga mo'min bandalarini marhamat qilishlik uchun olib qo'ygan. Alloh subhanahu va taoloni mana shu 99 ta rahmatiga erishishlikni barchamizga Alloh subhanahu va taolo nasib etsin. Va tarbiyaviy foydani 6-si, Alloh subhanahu va taolo bandasiga u bandasini onasidan ham, otasidan ham juda marhamatli ekanligi. Hadisda keladi, hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytganlarki, mana bu ayol o'zini bolasini do'zaxga, ya'ni olovga tashlaydi deb o'ylaysizlarmi deb sahobalarga aytishganda, sahobalar aytganki, yo Rasululloh, bu ayol o'zini bolasini o'tga tashlamaydi deb aytishgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh subhanahu va taolo bandasiga mana bu onani bolasiga bo'lgan marhamatidan-da rahmliroqdir deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berganlar. Ya'ni ona marhamatli bo'lganligi uchun o'zini bolasini o'tga tashlamaydi. Marhamat, ya'ni onadagi marhamat bo'lganligi uchun. Qarang, subhanalloh, Alloh subhanahu va taoloni mana shu yer yuziga tushgan bitta rahmatidan ona o'zini bolasini o'tga tashlamaydi. Va hadisni davomida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, Alloh subhanahu va taolo o'zini bandasiga mana bu onadan-da, mana bu onani bolasiga bo'lgan rahmatidan-da marhamatliroqdir deb Alloh subhanahu va taolo o'zini bandasiga juda marhamatli ekanligini mana bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar beradilar. Va tarbiyaviy foydani 7-si, mo'min inson marhamatli bo'lishligi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ismlaridan biri Nabiyyur Rahma. Bu Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ismlaridan biri Nabiyyur Rahma, ya'ni marhamatli payg'ambar. Mana shunday ismlari bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu ni maqtaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu haqida aytganlarki, ummatimni eng rahimlisi Abu Bakrdir deb aytganlar. Bu hadis ko'rsatadiki, mo'min kishi, Alloh va rasuliga iymon keltirgan mo'min kishi marhamatli bo'lishligi kerak.
Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda, Imom Buxoriy rivoyat qilgan boshqa bir hadisda aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo faqatgina bandalarning orasidan marhamatli bandalariga rahm qiladi deb aytadilar. Va boshqa bir rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, la yarhamullohu min ibadihi illa ruhama. Alloh taolo faqatgina marhamatli bo'lgan bandalariga o'zini rahmatini nasib etadi deb aytganlar. Boshqa bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, bu hadisdan ham Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan. Bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, man la yarhamin nas la yarhamuhulloh. Kimda kim insonlarga marhamatli bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolo unga o'zini rahmatini nasib etmaydi. Ya'ni Alloh va rasuliga iymon keltirgan kishi marhamatli bo'lishligi kerak. Va Oysha onamizdan radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisda keladiki, Arobiylar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelishgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalar o'zlarining bolalarini o'pganliklarini ko'rganliklarida mana bu Arobiylar ajablangan. Sizlar o'zlaringning bolalaringni o'pasizlarmi, ya'ni erkalab o'pasizlarmi deb ajablanib so'rashganda sahobalar ha deb javob berishgan. Va Arobiylar aytganki, biz lekin bolalarimizni erkalab o'pmaymiz deb aytishganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh subhanahu va taolo sizlardan rahmatni, marhamatlikni sug'urib olib qo'yganligi, ya'ni sizlardan rahmatni olib qo'ygan bo'lsa, men nima qilay deb aytganlar. Va mana bu hadislar ko'rsatadiki, Alloh va rasuliga iymon keltirgan mo'min kishi marhamatli bo'lishligi kerak. Va tarbiyaviy foydani 8-si, Alloh va rasuliga itoat qilishlik, bu Alloh subhanahu va taoloning xos mo'minlarga bo'lgan rahmatiga erishishlikning sabablaridan biridir. Va tarbiyaviy foydani 9-si, Alloh subhanahu va taolo ba'zi ne'matlarni rahmat deb nomlagan. Haqiqatan solih bir farzand yoki soliha bir ayol Alloh subhanahu va taoloning juda katta rahmatidir. Va tarbiyaviy foydani 10-si, Alloh subhanahu va taoloning rahmatini duo qilib so'ralganda azimat bilan, shubhalanmasdan, ikkilanmasdan, azimat bilan qat'iy holatda Alloh subhanahu va taolodan so'rashlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytadilarki, sizlarning biringiz duo qilib turganida, ey Allohim, meni agar xohlasang meni kechirgin, agar xohlasang menga rahm qilgin deb duo qilmasin deb aytadilar. Balkim duosida azimatli bo'lsin. Ya'ni Alloh subhanahu va taolodan qattiq ishonch bilan, shubha qilmasdan, ikkilanmasdan, qat'iy ishonch bilan Alloh subhanahu va taologa duo qilsin deb buyuradilar. Ya'ni tarbiyaviy foydani 10-si, Alloh subhanahu va taologa duo qilib turganda ikkilanmasdan duoyimni qabul qilarmikin, gunohimni kechirarmikin, menga rahmatini nasib etarmikin deb duo qilmasdan, balkim qat'iy ishonch bilan Alloh subhanahu va taolo menga rahmatini nasib etadi deb qat'iy ishonch bilan duo qilishlik bu. Bu tarbiyaviy foydalarni 10-si. Va tarbiyaviy foydani 11-si, Alloh subhanahu va taologa muhabbatli bo'lishlik. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo barcha narsadan suyukli bo'lishligi kerak.
Agar banda Alloh subhanahu va taoloni rahmatini tadabbur va tafakkur qilsa, Alloh subhanahu va taolo barcha narsadan unga suyukli bo'ladi. Va tarbiyaviy foydani 11-si Alloh subhanahu va taolo mo'min kishiga barcha narsadan suyukli bo'lishligidir. Mo'min kishiga Alloh subhanahu va taolo o'zini nafsidan-da, o'zini ota-onasidan-da, o'zini mol dunyosidan-da, bola chaqasidan-da, soliha bir ayolidan-da Alloh subhanahu va taolo barcha narsadan suyukli bo'lishligi kerak. Va tarbiyaviy foydani keyingisi Alloh subhanahu va taoloni rahmatidan noumid bo'lmaslik. Alloh subhanahu va taoloni rahmatini umid qilishlik. Alloh subhanahu va taoloni rahmatini so'rashlik. Va tarbiyaviy foydani keyingisi Alloh subhanahu va taologa hayo qilishlik. Agar mo'min banda Alloh subhanahu va taoloni rahmatini tadabbur va tafakkur qilsa, juda ko'p rahmatini o'zini bandalariga nasib etganligini tadabbur va tafakkur qilsa, Alloh subhanahu va taologa hayo qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa osiy bo'lishlikdan hayo qiladi. Agarda o'zini nafsi unga g'olib kelgan holatda iymoni zaifligidan bir gunoh ish qilib, so'ngra tavba qilsa, mana bu holatda Alloh subhanahu va taologa hayo qilishlik kerak. Mo'min banda Alloh subhanahu va taologa osiy bo'lishlikdan hayo qilishligi kerak. Aksar insonlar, ulamolar aytishadiki, aksar insonlar gunoh ish qiladi, so'ngra tavba qiladi va Alloh subhanahu va taolo gunohlarini mag'firat qilishligini, afv qilishligini Alloh subhanahu va taolodan so'raydi, yolvorib so'raydi. So'ngra Alloh subhanahu va taologa hayo qilishlikka e'tibor bermaydi. Go'yoki tavba qilishlik bilan bo'ldi, jannatni bashoratini olgandek xotirjam yashaydi. Yoki istig'forni ko'p aytishlik bilan bo'ldi, gunohlarim yo'q bo'lib ketdi deb hayo qilmasdan xotirjam yashaydi. Balki mo'min kishi agarda bir gunoh ish qilsa, tavba qilib istig'for etgandan keyin mana shu gunohni qilganligi uchun Alloh subhanahu va taologa hayo qilishligi kerak. Tobiinlardan bo'lgan bir salaflardan biri, bu kishini ismi Asvad ibn Yazid. Bu kishi Alloh subhanahu va taologa juda ko'p ibodat qiladigan kishilardan bo'lgan. Alloh subhanahu va taologa bu tobiinlardan biri juda ko'p ibodat qilgan va ko'p nafl ro'zalarni tutgan. Hattoki juda ko'p ibodat qilganliklaridan va juda ko'p nafl ro'zalar tutganligidan ranglari o'zgarib ketgan, ya'ni ranglari sarg'ayib ketgan. Bu kishi ibodatni ado etib, o'zlarining yumushlari bilan tashqariga chiqqanlarida bu kishi qattiq yig'lashar ekan. Shunda insonlar sizga nima bo'ldi, siz nima yig'latyapti deb so'rashganda, ya'ni ajablanib so'rashganda, qanday qilib men yig'lamay? Alloh subhanahu va taolo meni gunohlarimdan mag'firat qilsa-da, lekin u qilgan gunohlarimdan Alloh subhanahu va taologa hayo qilishlik meni bezovta qiladi deb javob berishgan. Agarda bir banda tavba kichkina gunohlarni qilib, tavba qilib Alloh subhanahu va taologa istig'for etsa ham, lekin qilgan gunohidan Alloh subhanahu va taologa hayo qilishligi ketmaydi deb aytadilar. Ya'ni mo'min banda Alloh subhanahu va taologa hayo qilishligi kerak. Ya'ni birinchi bo'lib Alloh subhanahu va taologa osiy bo'lishlikdan hayo qilishlik kerak. Agarda
iymoni zaifligidan yoki nafsi g'olib kelib qolib bir gunoh ish qilsa, tavba qilgandan keyin, Alloh subhanahu va taologa istig'for aytganidan keyin mana shu gunohni qilganligi uchun Alloh subhanahu va taologa hayo qilishligi kerak. Va tarbiyaviy foydalarning keyingisi Alloh subhanahu va taologa mana shu Alloh subhanahu va taoloning eng go'zal ism sifatlaridan Ar-Rahman va Ar-Rahim ismi bilan duo qilishdik. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni deb duo qilishdik. Ey Rahmon bo'lgan zot, ey Rahim bo'lgan zot, menga rahm qilgin, menga rahmatingni nasib etgin deb duo qilishdik. Va tarbiyaviy foydalarni keyingisi, ya'ni oxiri Alloh subhanahu va taoloni rahmatiga suyanib qolmaslik. Alloh subhanahu va taolo rahimli, mehribon zot va shu bilan birga alamli azobi bor. Kofir bo'lgan kimsalarga, Alloh subhanahu va taoloning dinidan yuz o'girgan kimsalarga alamli azoblar bor. Faqatgina Alloh subhanahu va taoloning rahmatiga suyanib qolmaslik. Bu tarbiyaviy foydaning oxirgisi. Alloh subhanahu va taolo mana shu darslarimizni avvalambor o'zimizga va yana boshqa barcha musulmonlarga foydali va manfaatli va insonlarning hidoyatiga sababchi qilsin. Allohumma amin. Va Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizni barakali va davomiyli qilsin va mana bu darslarimizga va o'rgangan ilmlarimizga mukammal holatda amal qilishligimizni Alloh subhanahu va taolo barchamizga nasib etsin. Allohumma amin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka va natubu ilayk.